ursin. Oy, judayam charchab ketdim. Aytgancha. Yo, barcha obunachilarga salom sizlar bilan men. O'sha retro kuzbi. Bash bolalar. Judayam charchab. Xo'sh, bugun nima ishlar qilamiz desalaring. Har doimgidek Matta egamizni olib ishga boramiz, polizlarni tozalashga. Xo'sh, yaxshi. Havo judayam yaxshi. Mana chet elda kalkalasi kuyunib turibdi. Xo'sh. Yaxshi. Biz o'zimizning ishimizni qilamiz. Xo'sh. Shunday ketamiz va ekinlarni janob menga doimgidek etib beramiz. Yaxshi bolalar biz yozgacha 200 ta bo'lishimiz kerak bolalar. Qo'llab-quvvatlaysizlar o'zlaring. To'playlik bolalar. Shuning uchun kanalga like va obuna bosib qo'yinglar bolalar. Biz uchun qiyin emas-ku bolalar. Xo'sh, mana shunday bir maromiga ekib boshlaymiz. Yaxshi. Endi kartoshkalarni bu tarafga chiroqsin bitta chirigan kartoshka tushib qoldimi? Shu yoqqa o'tib olamiz. Chirigan kartoshka ham chiqadimi? Pullos ekan. Polizli ham. Xo'sh, yaxshi shunday. Qanaqadar chiroyli. Tezroq janob merga etib berishimiz kerak. Shunaqasiga tezroq qilish kerak. Avval bu tarafni qilib olay, ikki tarafni ham. Shundaysiga. Yaxshi. Uy. Bu yerlarim qolib ketdi-ku, jenursi. Olamiz. Yaxshi. 60 ta kartoshkadan 63 ta, ya'ni 3 ta ortiq bo'ldi bugungi. Ekindan sabzilar kamroq chiqdi. Demak, kartoshka ko'proq. Demak, kartoshka yaxshiroq. Nima deb o'ylaysizlar? Kartoshkani ko'proq ekaymi yo sabzinimi? Buni ko'rish kerak. Avval mategani qo'yib kelaman. Yaxshi. Voy janob, eshikni ham ochib bo'lmayapti. Xo'sh, mategamizni qo'yamiz. Sabzi va kartoshkalarni yarmini olamiz. Sabzilarni ham 20 tasini olsak, bug'doydan 16 ta olamiz. Yaxshi. Hammasini hozir janob merga topshiramiz. Yaxshi. Mana shu yerda. Xo'sh, janob mer. Keltirdim. Mana sizga bug'doy va sabzilarni olib topshirishga keldim. Davay topshir. Hozir mana. Bugun ko'p bo'lsadi. Ha, shunaqa ekin ko'p bo'ldi. Janob ber, oylik berasizmi? Da, beraman. Sandiqda olayver. Bir stak faqat. Rahmat janob ber, hozir olamiz. Janob ber. Nima deding? Yo'q, o'zim. Jenursin, sandiqda shuncha pul bor ekan. Jenursin, politsiyachilar nega bu yerga kelishgan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima istaysan? Nima bo'ldi bu yerda? Tuni kecha ana chiroyli uy bor-ku, anavi? Ha, orqamdagi. Ha, o'sha ko'rdim. O'sha uydan 2 ta savdogar bor edi. Men do'stlarim. Ism edi Jek va Pandami? Ha, o'shalarni o'g'irlab ketishgan. Jenursin,
Qanaqasiga? Biz ham men ham shuni topmoqchi. Jo'ralar. Agar ularga bir narsa bo'lsa, o'zimni kechira olmayman. Osh keyincha biz o'shalarni hozir qidirishga odamlar chaqirganmiz. Hozircha shu biz qidiryapmiz. Yaxshi, rahmat. Jin ursin bolalar. Meni jo'ralari. Yo, men buni tagiga yetaman. Xo'sh, avval jitillardan so'rash kerak, birontasidan ko'rmaganman. Xo'sh, polizning oldidagi jitil, o'sha yerdan so'rayman. Xo'sh, jin ursin. Hoy, jitil. Nima vaqima qilyapsan? Ana chiroyli uydagi ikkita odam bor edi-ku. Nada? O'shani ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Sendan bir ish so'rab bo'lmaydi. Xo'sh, jin ursin, sen ko'rmadingmi? Nimani? Yaramas bular. Jitillik qolmagan ifloslar. Jitilliklarni qiladi-da. Hech narsani bilmasdan garanglar. O'zim qidirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, kompyuterdan bironta kameralar yo'q ekanmi? Jin ursin, hozir yo'q. Hech qanaqa kamera yo'q. Yaxshi. Bo'lmasa pullarni qo'yaman. Xo'sh, o'zimni eski joyimdan narsalarimni olsam bo'ldi. Ularni topishimga imkon bo'ladi. Xo'sh, mana bolalar. Xo'sh, buni olamiz va buni dravovikni olamiz va unga patronlar. Yaxshi, akemni qoldiramiz. Biron narsa bo'lsa akemni olaman. Xo'sh, kirkani bu yerga qo'yib, o'zim esa qidirishni boshlayman. Faqat politsiyachilar ko'rmasa bo'ldi. Qayerdan izlashim mumkin? Xo'sh, balki g'ordadir. Yo'q, g'orda qorong'i, hech kim bu yoqqa bormaydi. Balki ochiq joy. O'sha yerda bo'lishi mumkin. Hozir ko'raman. Bular mendan ko'rishadi. Do'stlarimni olib ketishadigan. Xo'sh, yaxshi, bu yerda yo'q. Xo'sh, buni ichini ko'rish kerak. Qurg'on. Va u yerda skelet. Bu yerda nima? Jin ursin. O'yla. Boraymikan? Xo'sh. Chek yotibdi. Chek turibdi, yoqqa turibdi. Xo'sh. Bu yerda ikkita iflos. Baxkelaring. Sen kimsan? Jin ursin. Panda, butulkamni urishgan panda. Tura qol, panda. Jin ursin. Jek, nima bo'ldi? Uni urib tashlashdi butulka bilan boshlariga qochishga harakat qilgandi. Jin ursin. Yaramas iflos. Hozir seni qutqaraman, hozir kelaman. Aksiga olib kirkam ham qolib ketibdi. Xo'sh. Bolalar, sizlar kanalga obuna va like bosinglar bolalar. Men hozir kirkani olib kelib, ularni qutqarib politsiyaga xabar beraman.